Assalomu alaykum qadrbaland qadrdonlarimiz. YouTube ahli, yaxshimisizlar? Charchamadinglarmi ishlaman. Mana 13-yil Nexia'miz. Xullas kalom, bu ham Vikipga chiqadi. Boshlang'ich to'lov $1000 bilan chiqadi bu. Qashqadaryo viloyatiga chiqadi. Motorlar yaxshi, kraska holatlarini ko'rsatib olasiz ustalaringga. Bu polniy asset bo'lgan Nexia'miz bor. Xullas kalom, bu 5 millionlar bilan chiqaveradi Vikipga. Oxiri aytib ketaman qancha oyga chiqishini hammasini. Bu yerda yana Nexia'larimiz bor. Bu Nexia'miz bor. Boshlang'ich to'lov 6-7 million bilan chiqib ketadi Vikipga bu ham. Balon qo'yib beramiz. Qolgan joylari yaxshi yuvib turibdi hozir. Bu yerdagi Nexia'miz bor. 12 yili. Bu $1000 bilan chiqadi boshlang'ich to'lov. 13 yili. Bu ham $1000 bilan chiqadi boshlang'ich to'lov. Kimgadir qiziqarli bo'lsa aloqaga chiqinglar. Qashqadaryo viloyatiga chiqaramiz mashinalarni. 5 million bilan chiqaramiz. Kimgadir qiziqarli bo'lsa aloqaga chiqinglar. 2009-yil Nexia'miz. Metallar bor, hamma mashinada metan bor. Bitta kamchiligi bor, o'zlaringiz taxlab olasizlar. Motor qismida kamchilik yo'q, korobkada kamchilik yo'q. Bitta kamchiliklar o'zlaringiz taxlab olasizlar. Sparkimiz $1000 bilan chiqadi 2011-yil. Ikkita detalchasi kraskasi bor, yana ko'rsatib olasizlar kerakli joylarini ustalaringizga. Metani bor. Ikkinchi pozitsiya $1000 bilan Qashqadaryo viloyatiga chiqadi. Bu ham xuddi shunday 2006-yil Nexia'miz. 8-10 million bilan Vikipga chiqadi bu ham. Qashqadaryo viloyati. Kobaltimiz 25 million bilan o'zimizdan Vikipga chiqadi. Kimgadir qiziqarli bo'lsa, 2016-yil 5 million bilan Vikipga chiqadi. 2008-yil Matizimiz bor. Metan bor, hammasida metan bor. Akalar, bu Matizimiz ham 5 million bilan chiqadi Vikipga. Sariq Nexia'miz bor. 4 million bilan 5 million bilan chiqadi. Kimgadir qiziqarli bo'lsa aloqaga chiqinglar, Qashqadaryo viloyatiga chiqadi. Xullas kalom, mashinalar ko'p. Bundan tashqari yana bir ikkita mashinalarimiz bor. Hozir ustaxonadan kelish kerak. Kimgadir qiziqarli bo'lsa aloqaga chiqasizlar. Mana Nexia'miz bor. Bu ham shu 5-6 million bilan chiqadi akalar. 2005-yil. Kimgadir qiziqarli bo'lsa aloqaga chiqasizlar. Gaplashamiz. Uzog'i 30 oygacha, 2,5 yil o'zimizdan Vikipga. Xohlasangiz bank qilib beringlar, xohlasangiz naqd pul beringlar. Mashinalar har xil. Kelib tanlaysizlar, o'shanga qarab oylik to'lovni chiqarib beramiz. Kimgadir qiziqarli bo'lsa aloqaga chiqasizlar. Telefon nomerlarini qoldiramiz. Podpisatsiya, like bosishni unutmanglar. Yangilarni tayyorlab turamiz iloji boricha. Kelsangizlar, qo'ldan kelgancha kelishtirib beramiz. Aloqadamiz, aloqaga chiqasizlar. Qarshi shahrida bizani mashinalarimiz turgan joy Qarshi shahrida. Mana hozir yangi qurilayotgan Kashtex eski Kashtexdan o'tgandan keyin ana choraqa bor, mana choraqa. O'sha choraqani tagiga chap qo'ldamiz biz. Kimgadir qiziqarli bo'lsa aloqaga chiqasizlar, gaplashamiz. 1 yildan 30 oygacha Vikipgalar bor. Xohlasanglar bank qilib bersanglar ham bo'ladi. Xohlasangiz naqd pulga olib ketsanglar ham bo'laveradi. Farqi yo'q. Aloqaga chiqsanglar gaplashamiz.